Polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli mumsimon modda. Xonadoningizda aniqlangan moddalar kimga tegishli? Menga. Polikini ustidan tariq. Oling. Bu nima modda? Narkotik. Bu nima otini ayting. Bu gashish, bu Qora dori. xonadoningizda bormi? Ha, Tatib o'tir. qodurli. Jigarrangi ham. Xonadoningiz yerto'lasidan aniqlangan barcha moddalar sizga tegishlimi? Nima maqsadda saqlab yuribsiz bu yerda? Men o'zim chekayman, o'zim iste'mol qilaman. Aniqlangan moddalar bilan o'z ixtiyoringiz bilan taqdim qilsangiz yengillik bo'ladi. Transport salon qismida noma'lum yashil izolentaga o'ralgan moddalar aniqlangan. Shundan tashqari Toshkent viloyati hududiga ikkita joyga joylashtirganligini va o'z ixtiyori bilan ushbu joylashtirgan joylarni ko'rsatishini ma'lum qilgan. Bering menga. Nima bu ichidagi? Yeri. Polisa ko'rdinglar-a? Bilasizmi nomini? Yera deb bilish. Yashil izolentaga o'ralgan och sariq rangli tusmon modda.